Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men pensionerlar uchun juda muhim, hatto hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan mavzuni tushuntiraman. Hisob raqamdagi pullar qanday qilib bir lahzada yo'qolib qolishi mumkin? Kimlar xavf ostida? Bunday vaziyatda nima qilish kerak va eng muhimi, pulingizni qanday himoya qilasiz? Bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlari, nevaralari, qarindoshlari va bank kartasidan foydalanadigan har bir odamga tegishli. Chunki bugun firibgarlar aynan ishonuvchan hujjat va bank tizimlarini chuqur bilmaydigan insonlarni nishonga olyapti. Videoni hoziroq oxirigacha ko'ring. Kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bu ma'lumot bir kun kelib sizning yoki yaqinlaringizning pulini saqlab qolishi mumkin. Avvallari pensionerlar pensiyasini asosan naqd pul shaklida olardi. Pochtachi uyga olib kelardi yoki odamlar o'zlari borib olardi. Bu usulning ham kamchiliklari bor edi. Navbat kechikish, uyda naqd pul saqlash xavfi, yo'lda pul yo'qotish ehtimoli. Lekin ko'pchilik uchun tushunarli edi. Pul qo'lga tegdi. Demak bor. Sarflasa kamayadi, saqlasa turadi. Hozir esa ko'p pensiyalar bank kartasiga tushadi. Bu zamonaviy va qulay tizim. Pul avtomatik keladi. Bankomatdan yechish mumkin, do'konda to'lash mumkin. Mobil ilova orqali nazorat qilish mumkin. Lekin aynan shu qulaylik bilan birga yangi xavflar ham paydo bo'ldi. Endi pul cho'ntakda emas, hisob raqamida turadi. Hisob raqam esa karta raqami, SMS kod, telefon raqami, mobil ilova, PIN kod va shaxsiy ma'lumotlar bilan bog'liq. Agar shu zanjirdagi bitta halqa buzilsa, firibgar odamning hisobiga kirib pulni boshqa joyga o'tkazishi mumkin. Men bu yerda muhim bir narsani aniq aytaman. Pensionerlarning pullari o'z-o'zidan nollashtirilmaydi. Bank yoki davlat tizimi odatda pensiyani sababsiz olib qo'ymaydi. Hisobdagi pul yo'qolsa ko'pincha sabab firibgarlik, noto'g'ri karta ishlatish, telefon orqali aldov, soxta havola, begona odamga kod aytish yoki qarzdorlik bo'yicha qonuniy ushlab qolish bo'ladi. Shuning uchun vahimaga tushmasdan, lekin beparvo ham bo'lmasdan vaziyatni to'g'ri tushunish kerak. Oldin firibgar odamning hamyoni yoki uydagi naqd puliga ko'z tikardi. Hozir esa firibgar telefon orqali, internet orqali, messenger orqali yoki bankomat yonida turib ham pulni olishga urinadi. Ular o'zini bank xodimi, pensiya jamg'armasi vakili, mahalla xodimi, soliq inspektori, hatto huquq tartibot organi xodimi sifatida tanishtirishi mumkin. Maqsad bitta: sizdan karta ma'lumotlarini, SMS kodni, PIN kodni yoki mobil ilovaga kirish imkonini olish. Masalan, pensiyaga telefon bo'ladi. Qo'ng'iroq qilgan odam shunday deydi: "Opajon, sizning pensiya kartangiz bloklanib qolmoqda. Pulingiz nollashib ketmasligi uchun hozir SMS kodni ayting." Oddiy odam qo'rqadi. Pensiyam ketib qolmasin deb kodni aytadi. Aslida esa shu kod orqali firibgar mobil bankka kiradi yoki pul o'tkazmasini tasdiqlaydi. Natijada 20 daqiqa ichida kartadagi 800 ming so'm, 1 million 500 ming so'm yoki 3 million so'm boshqa kartaga o'tib ketadi. Yana bir misol, pensionerga sizga qo'shimcha yordam puli chiqdi, 600 ming so'm olasiz. Mana shu havolaga kiring degan xabar keladi. Havola bank yoki davlat saytiga o'xshab ko'rinadi. U yerda karta raqami, amal qilish muddati, telefon raqami va SMS kod so'raladi. Odam pul tushirish uchun kerak bo'lsa kerak deb kiritadi. Lekin aslida bu soxta sayt bo'ladi. Ma'lumotlar firibgarning qo'liga tushadi va hisob bo'shaydi. Eng ko'p xavf ostida bo'lganlar birinchi navbatda telefon orqali kelgan gapga tez ishonadigan pensionerlar. Ayniqsa bank kartasi, mobil ilova, SMS kod nima ekanini yaxshi tushunmaydigan insonlar alohida ehtiyot bo'lishi kerak. Men ko'p vaziyatlarda shuni ko'raman. Odam karta raqamini oddiy ma'lumot deb o'ylaydi. SMS kodni esa bank xodimi so'rasa aytish mumkin deb hisoblaydi. Bu juda xavfli xato. SMS kod bu sizning elektron imzoingizga o'xshaydi. Kimga kodni aytsangiz, o'sha odam sizning nomingizdan amal bajarishi mumkin. Ikkinchi xavf guruhi kartasini farzandi, qo'shnisi, tanishi yoki do'kondagi sotuvchiga berib qo'yadiganlar. Ba'zi pensionerlar bankomatdan pul yechishni bilmagani uchun kartani boshqa odamga beradi va PIN kodni ham aytadi. Bugun u odam yordam bergandek bo'ladi. Ertaga esa karta ma'lumotlari esida qolishi yoki suratga olib qo'yishi mumkin. Albatta, hamma odam yomon emas, lekin moliyaviy xavfsizlik ishonchga emas, qoidaga asoslanishi kerak. Uchinchi xavf guruhi. Telefonida messenjerlar orqali har xil guruhlarga qo'shilgan, noma'lum havolalarni bosadigan, yordam puli, kompensatsiya, aksiya, bonus, pensiya qayta hisoblandi degan xabarlarga ishonadiganlar.
Bugun firibgarlar juda chiroyli matn yozadi. Davlat idorasi logotipiga o'xshash rasm qo'yadi. Bank nomiga o'xshash sahifa yaratadi. Oddiy ko'z bilan farqlash qiyin bo'lishi mumkin. 4-xavf guruhi. Hisobida qarzdorlik, aliment, kredit, kommunal qarz yoki sud qarori bo'yicha undiriladigan summa bor odamlar. Bunday holatda pul firibgar tomonidan emas, qonuniy tartibda ushlab qolingan bo'lishi mumkin. Lekin pensioner buni bilmasa, pulim yo'q bo'ldi deb o'ylaydi. Shuning uchun har bir holatda avval sababni aniqlash zarur. Agar siz kartangizni hech kimga bermasangiz, PIN kodni aytmasangiz, SMS kodni hech qachon begona odamga bermasangiz, noma'lum havolalarga kirmasangiz, mobil ilovangizga faqat o'zingiz kirayotgan bo'lsangiz, xavf ancha kamayadi. Lekin bu men bilan hech narsa bo'lmaydi degani emas. Chunki firibgarlar doim yangi usul topadi. Men har doim shuni aytaman. Xavotirlanish kerak emas, lekin tartib va nazorat bo'lishi shart. Masalan, pensioner har oy pensiya tushgandan keyin bankomatdan kerakli qismini yechadi, qolganini kartada qoldiradi. U SMS xabarnomani yo'qqan har bir pul kirimi va chiqimini ko'radi. Telefon qilgan odamga hech qanday kod aytmaydi. Bank bilan bog'lanish kerak bo'lsa, kartaning orqasidagi rasmiy raqamga yoki bankning rasmiy ilovasidagi aloqa bo'limiga murojaat qiladi. Bunday odam firibgarlar uchun juda qiyin nishonga aylanadi. Birinchi misolni olaylik. Oilamiz 8 yoshli otaxon har oy 20.200.000 so'm pensiya oladi. Unga qo'ng'iroq qilib, sizning kartangizdan shubhali operatsiya bo'lyapti. Pulingizni saqlab qolish uchun hozir biz aytgan amallarni bajaring deyshadi. Otaxon qo'rqadi. Firibgar unga bankomatga borishni aytadi. Pulni himoya hisobiga o'tkazing deydi. Natijada otaxon o'z qo'li bilan 20 million so'mni firibgar kartasiga o'tkazadi. Keyin bankka borganda, bank xodimi operatsiyani o'zingiz tasdiqlagansiz deydi. Mana shu yerda eng achchiq nuqta bor. Agar SMS kodni o'zi aytsa yoki pulni o'zi o'tkazsa, pulni qaytarish juda qiyinlashadi. Ikkinchi misol. Onaxonning kartasiga pensiya va nogironlik nafaqasi tushadi. Jami 2.300.000 so'm. Nevarasi telefoniga o'yin yuklab beradi, lekin telefon raqami kartaga ulangan. Keyin onaxon noma'lum reklamadagi havolani bosadi. 100.000 so'm yutdingiz degan oynaga karta ma'lumotlarini kiritadi. Bir necha daqiqadan keyin kartadan 500.000 so'm, keyin 700.000 so'm, keyin yana 300.000 so'm yechiladi. Onaxon buni ertasi kuni biladi. Chunki SMS'ni o'qimagan. Agar SMS xabarnomani o'qib, birinchi operatsiyadan keyin bankka darhol qo'ng'iroq qilganida qolgan pul saqlanib qolishi mumkin edi. Uchinchi misol. Pensionerning kommunal to'lovlardan eski qarzi bor. Ustiga kredit bo'yicha kechikkan to'lov ham mavjud. Pensiya kartasiga 1.800.000 so'm tushadi, lekin 600.000 so'm avtomatik kredit to'loviga ketadi. Yana ma'lum qismi ijro hujjati bo'yicha ushlanadi. Pensioner pulimni bank olib qo'ydi deb o'ylaydi. Aslida bu firibgarlik emas, oldingi majburiyatlar bo'yicha ushlab qolish bo'lishi mumkin. Bu holatda bankdan hisob ko'chirmasi olish, majburiy ijro byurosi yoki kredit tashkilotidan ma'lumot so'rash kerak. 4-misol. Karta egasi pensioner, lekin kartadan asosan farzandi foydalanadi. Pensiya tushadi, farzand do'konda to'lov qiladi, internet orqali buyurtma beradi, taksi ilovasiga ulaydi. Keyin kartadan pul ketadi. Pensioner bankka borib men ishlatmadim deydi. Bank esa operatsiya telefon orqali yoki ilova orqali tasdiqlanganini ko'rsatadi. Bunday vaziyatda oilaning o'zida tartib bo'lmasa, kim nima qilganini aniqlash qiyin bo'ladi. Shuning uchun pensioner kartasi pensionerning o'z nazoratida bo'lishi kerak. Eng muhim qoida. Bank xodimi hech qachon sizdan SMS kod, PIN kod, karta orqasidagi CVV kodni so'ramaydi. Agar telefon qilgan odam shularni so'rasa, u kim bo'lib tanishtirmasin, bu xavfli qo'ng'iroq. U men bank xavfsizlik bo'limidanman desa ham. Tez aytmasangiz pulingiz ketadi desa ham, sizga yordam bermoqchiman desa ham kod aytilmaydi. Ikkinchi qoida, tezroq qiling degan bosim firibgarlik belgisi bo'lishi mumkin. Firibgar odamni o'ylashga qo'ymaydi. U qo'rqitadi. Shoshiradi. Hozir bo'lmasa kech bo'ladi deydi. Haqiqiy bank yoki davlat idorasi odamni telefon orqali vahimaga solib darhol kod ayttirmaydi. Agar sizga shunday qo'ng'iroq bo'lsa, men tavsiya qilaman. Suhbatni tugating. O'zingiz bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki bank filialiga boring. 3-qoida, karta raqamini berishning o'zi ba'zan yetarli bo'lmasligi mumkin, lekin karta raqami, amal qilish muddati CVV va SMS kod birga bo'lsa, bu juda xavfli. Pul tushirish uchun
Odatda faqat karta raqami yetarli bo'ladi. Kimdir sizga pul o'tkazaman, karta orqasidagi 3 xonali kodni ham ayting desa, bu firibgarlik belgisi. CVV pul olish uchun emas. Ko'pincha to'lov qilish uchun kerak bo'ladi. 4-qoida. Bankomat yonidagi yordamchilardan ehtiyot bo'ling. Ayrim odamlar men chiqarib beraman deb pin kodni ko'rib oladi. Yana kimdir kartani almashtirib qo'yishi mumkin. Bankomatda pul yetishda atrofga qarang. Pin kod tarayotganda qo'l bilan to'sing. Kartani hech kimga bermang. Agar bilmasangiz, bank ichidagi rasmiy xodimdan yordam so'rang, lekin pin kodni unga ham aytmang. Xodim sizga tugmalarni tushuntirishi mumkin. Kodni esa faqat o'zingiz terasiz. 5-qoida. Mobil ilovaga begona telefon orqali kirmang. Ba'zan tanish odam mening telefonimdan kirib ko'ring dedi. Bu ham xavfli. Telefon ichida parollar saqlanib qolishi, skrinshot olinishi yoki virusli dastur bo'lishi mumkin. Bank ilovasi faqat o'zingizning telefoningizda bo'lgani yaxshi. Ba'zan hisobdagi pul yo'qolgandek ko'rinadi. Lekin aslida vaqtincha bloklangan bo'ladi. Masalan, siz do'konda karta bilan to'lov qilasiz, terminal xato beradi, lekin summa hisobdan yechilgandek ko'rinadi. Bunday paytda pul bir necha soat yoki bir necha kun ichida qaytishi mumkin. Lekin baribir bankka murojaat qilib, operatsiya holatini tekshirtirish kerak. Ba'zan karta yo'qoladi, lekin odam ertaga qidiraman deb yuradi. Bu noto'g'ri. Karta yo'qolganini bilgan zahoti bankka qo'ng'iroq qilib bloklash kerak. Chunki ayrim to'lovlar kichik summada pin kodsiz o'tishi mumkin. Masalan, kimdir kartani topib, do'konda bir necha marta Exinming, Saxsug'inming, 1000 so'mdan to'lov qilishi mumkin. Har bir summa kichik ko'rinsa ham jami katta pul bo'ladi. Yana bir nozik holat. Pensionerning telefon raqami boshqa odam nomida bo'lishi. Masalan, bank kartasi onaxon nomida, lekin SMS keladigan telefon raqami o'g'lining nomida yoki avval boshqa odam ishlatgan raqam bo'lishi mumkin. Agar raqam nazoratdan chiqsa, bank xabarlari ham xavf ostida qoladi. Shuning uchun bankka ulangan telefon raqami sizning nazoratingizda bo'lishi kerak. Raqamni almashtirsangiz, bankka borib yangilab qo'ying. Yana shunday holat bor. Pensioner vafot etgandan keyin ham karta qarindoshlar qo'lida qoladi. Bu alohida huquqiy masala. Pensiya faqat egasiga tegishli davr uchun beriladi. Vafotdan keyingi to'lovlar, meros, ortiqcha tushgan mablag' masalalari qonuniy tartibda hal qilinadi. Qarindoshlar kartadan o'zboshimchalik bilan foydalanmasligi kerak. Chunki keyin nizolar, qaytarish talablari yoki huquqiy muammolar chiqishi mumkin. Endi men aniq qadamlarni aytaman. 1-qadam, hozirning o'zida kartangizga SMS, xabarnoma yoki bank ilovasida bildirishnomalar yo'qolganini tekshiring. Har bir pul kirimi va chiqimi haqida xabar kelishi kerak. Agar xabar kelmayotgan bo'lsa, bankka boring yoki rasmiy aloqa markaziga qo'ng'iroq qiling. Pensioner uchun bu eng oddiy, lekin eng foydali himoya. 2-qadam, pin kodni almashtiring, ayniqsa uni ilgari kimdir bilgan bo'lsa. Pin kod tug'ilgan yil, telefon raqam oxiri 1001-1234 kabi oson raqam bo'lmasin. Kodni qog'ozga yozib, kartani yonida saqlamang. Agar yozishga majbur bo'lsangiz, uni karta bilan bir joyda saqlamang va begona odam tushunmaydigan tarzda belgilang. 3-qadam, bank kartasining orqa tomonidagi CVV kodni hech kimga aytmang. Agar ko'p internet to'lovlar qilmasangiz, bank ilovasida internet to'lov limitlarini kamaytirib qo'yish yoki umuman o'chirib qo'yish mumkinligini so'rang. Masalan, kartada 2 million so'm bo'lsa, internet to'lov uchun kunlik limit 1000 so'm qilib qo'yilsa, katta pul bir urinishda chiqib ketishi qiyinlashadi. 4-qadam, pensiya tushadan kartada katta miqdorda pul saqlamaslik haqida o'ylang. Men hammani pulni darhol yechib oling demayman. Chunki uyida naqd pul saqlashning ham xavfi bor. Lekin xarajatlar uchun alohida karta, jamg'arma uchun alohida hisob bo'lsa, xavf kamayadi. Masalan, pensiya tushgach bir qismini kundalik xarajat kartasida qoldirib, qolgani omonat yoki alohida hisobga o'tkazish mumkin. Buni bank xodimi bilan maslahatlashib qiling. 5-qadam, yaqinlaringiz bilan kelishuv qiling. Agar oilada pensioner bor bo'lsa, farzandlari unga bitta qoidani qayta-qayta tushuntirishi kerak. Hech kimga kod aytilmaydi. Hech qanday havolaga karta ma'lumoti kiritilmaydi. Shubhali qo'ng'iroqda darhol telefon qo'yiladi. Buni bir marta aytish yetmaydi. Katta yoshdagi odamlar vahima vaqtida unutib qo'yishi mumkin. Shuning uchun muzlatgichga, telefon yoniga yoki hujjatlar papkasiga oddiy eslatma yozib qo'yish foydali. SMS kodni hech kimga aytma. Bank o'zi qo'ng'iroq qilib kod so'ramaydi.
Oltinchi qadam, agar pul yechilgan bo'lsa, darhol harakat qiling. Birinchi bo'lib bankka qo'ng'iroq qiling va kartani bloklatiring. Keyin bank filialiga borib hisob ko'chirmasini oling. Unda qachon qancha summa qaysi yo'nalishda ketgani ko'rinadi. Agar operatsiyani o'zingiz qilmagan bo'lsangiz, bankka yozma ariza bering. Arizada sana, vaqt, summa, shubhali qo'ng'iroq yoki xabar bo'lgan bo'lmaganini yozing. 7-qadam, ichki ishlar organlariga murojaat qiling. Firibgarlik bo'lsa, faqat bankka shikoyat qilish yetmaydi. Siz ariza yozishingiz kerak. Yoningizda pasport yoki ID karta, bank kartasi, hisob ko'chirmasi, SMS xabarlar, qo'ng'iroq raqam yozishmalar, skrinshotlar bo'lsa olib boring. Telefoningizdagi xabarlarni o'chirmang. Firibgar bilan yozishgan bo'lsangiz, hammasini saqlang. Har bir raqam, har bir havola. Har bir vaqt tergov uchun muhim bo'lishi mumkin. 8-qadam, agar pul, kredit, qarz yoki ijro hujjati sabab ushlangan bo'lsa, sababini yozma tarzda aniqlang. Bankdan qaysi asos bilan yechildi deb so'rang. Agar ijro hujjati bo'lsa, majburiy ijro byurosiga murojaat qiling. Agar kredit bo'lsa, kredit shartnomasini ko'ring. Ba'zan odamlar kartaga ulangan avtomatik to'lovni unutadi. Masalan, ilgari qarindoshiga kafillik bergan, kreditga aralashgan yoki biror to'lovga rozilik bergan bo'lishi mumkin. Bularni hujjat bilan tekshirish kerak. Hech qachon telefon orqali aytilgan buyruq bilan pul o'tkazmang. Hech qachon himoya hisob raqami degan gapga ishonmang. Bank sizning pulingizni saqlash uchun sizdan boshqa kartaga pul o'tkazishni so'ramaydi. Hech qachon SMS kodni, PIN kodni, CVV kodni aytmang. Hech qachon karta rasmini oldi orqasi bilan yubormang. Hech qachon begona odam yuborgan ilovani telefonga o'rnatmang. Bank xavfsizlik dasturi, tekshiruv ilovasi, pensiya tasdiqlash dasturi degan nomlar bilan zararli ilova yuborilishi mumkin. Shuningdek, men faqat tekshirib beraman degan odamga ham telefoningizni bermang. Telefon ichida bank ilovasi ochiq bo'lsa, u bir necha soniyada pul o'tkazib yuborishi mumkin. Agar telefoningizni ta'mirga bersangiz, bank ilovasidan chiqing. Imkon bo'lsa, vaqtincha kartani bloklang yoki limitlarni kamaytiring. Bu ortiqcha ehtiyotkorlik emas, bu oddiy moliyaviy gigiyena. Men pensionerlarga shuni tavsiya qilaman. Bankka borganingizda uyalmasdan savol bering. Mening kartamga qanday limit qo'yilgan? Internet to'lovlar yo'qilganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Agar pulim yo'qolsa, qaysi raqamga qo'ng'iroq qilaman? Kartani qanday bloklayman deb so'rang. Bu savollar juda o'rinli. Bank xodimi sizga tushuntirishi kerak. Farzandlarga esa alohida gapim bor. Ota-onangizga faqat hech kimga ishonmang deyish yetarli emas. Ularga amalda ko'rsating. Shubhali SMS qanday bo'lishini ko'rsating. Soxta havola bilan rasmiy sayt farqini tushuntiring. Bankning rasmiy raqamini telefoniga saqlab qo'ying. Karta yo'qolsa nima qilishni yozib bering. Agar ota-onangiz mobil ilovadan foydalana olmasa, ularga juda murakkab imkoniyatlarni yo'qib qo'ymang. Qanchalik oddiy bo'lsa, xavf ham shunchalik kamayadi. Agar pensioner yolg'iz yashasa, ishonchli bir qarindoshi bilan moliyaviy xavfsizlik rejasini tuzib qo'yish kerak. Masalan, katta summa yechilganda yoki shubhali qo'ng'iroq bo'lganda darhol o'sha odamga qo'ng'iroq qiladi. Lekin bu ishonchli odam ham karta kodlarini bilishi shart emas. Karta ustidan to'liq nazorat qilish boshqa. Bugungi mavzuning eng muhim xulosasi shuki, pensionerlarning hisobidagi pul bir lahzada yo'qolishi mumkin, lekin bu odatda o'z-o'zidan bo'lmaydi. Sabab ko'pincha firibgarlar SMS kodni aytish, soxta havolaga kirish, kartani begona odamga berish yoki qarzdorlik bo'yicha ushlab qolish bo'ladi. Sizning eng kuchli himoyangiz oddiy qoidalardir. Kodni aytmang, kartani bermang, shubhali havolaga kirmang. SMS xabarlarni kuzating. Bank bilan faqat rasmiy yo'l orqali bog'laning. Agar pul ketgan bo'lsa, vaqtni yo'qotmang. Kartani bloklang, bankdan ko'chirma oling, yozma ariza bering. Ichki ishlar organlariga murojaat qiling va barcha dalillarni saqlang. Har bir daqiqa muhim bo'lishi mumkin. Sizning hududingizda ham pensionerlar kartasidan pul yo'qolishi, shubhali qo'ng'iroqlar yoki soxta yordam pul haqida holatlar bo'lganmi? Fikringizni izohlarda yozing. Bu ma'lumotni yaqinlaringizga yetib borishi uchun videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va pensioner ota-onangiz. Bobo buvingiz bilan albatta ulashing.